farzandining o'limi bilan bog'liq vaziyatga aniqlik kiritish uchun hammadan yordam so'ramoqda. Gap shundaki, Janubiy Koreyaga ishlash maqsadida ketgan o'zbekistonlik 26 yoshli ayol o'z uyida o'lik holda topilgan. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Biroq Nozimaning tanasidagi jismoniy zarbalar oqibatida olgan og'ir jarohatlar holatga yanada shubha uyg'otgan. Marhuma ayolning onasiga ko'ra, u qizining o'limi haqidagi xabarni 2026-yil 4-fevral kuni ertalab olgan. Shuningdek, ona qizi o'zini osib o'ldirgani haqidagi ma'lumotlarga ishonmasligini aytmoqda. U bizga ham video murojaat yo'lladi. Assalomu alaykum, Amirxon Umarov. Men Koreyadan jasadi kelgan Nozimaning onasi bo'laman. Kalimbekova Feruza. 14-da men qizimni kutib oldim. Jasadini va uyga kelganda ochganimizda biz har xil o'sha qo'lida yuzlari burni singani, ko'zlarini ko'karish, qo'llaridagi ko'karishlarni ko'rdik. Lekin 11 kun bo'lib ketganiga уже yerga qo'yildi. Hozirgi kunda Koreyadaman. Posolstvodagi Qudratilla degan inson chaqirdi meni. O'sha inson chaqirdi, tayyor keling deb chaqirdi, lekin kelganimda menga sud-med ekspertizani qo'limga taqdim qilishmadi. Tayyor deyishyapti, lekin qo'limga hech narsa bermadi. 13-aprel kuni kelganman. Mana hozirgi kungacha hali qo'limga hech narsa ololganim yo'q. Mana bu rasmdagi tilla tushli ukam bizni nomimizni qoralayman deb turib qonun tushirib qo'ygandan xabaringlar bormi? Eslasanglar, bu 3-4 kun oldin meni Daliluz Javohir akani Ahvat uchun prosmotr uchun qilyapti deb gapirib chiqqan edi. Davayki buni bitta-ikkita videosini ko'ramizda, kim haqiqatdan Ahvat uchun harakat qilayotganini o'zimiz uchun tushunib olamiz. Mana bu video tarqalgandan keyin bu tilla tushli ukam bu montaj, sun'iy intellekt deb chiqdi. Sababi lekin bu yerda bitta narsa odamni kuldiryapti. Ya'ni kamera yozuvlaridagi soat va vaqt va kun. Vaqt 04:03 2026. O'lgan sana adashmasam yanvar, fevral. Fevralni nechinchidir sanasida o'lgan. Fevralda qaysidir chislosida o'lgan ekan, bu videoda 4-mart deb yozib qo'yibdi ekan. Shuning uchun bu video montaj ekanmish. Tushundinglarmi? Ukam bu qizni qaysi chisloda o'lganini bilmaydigan bo'lsang, nima qilasan bu ishga burningni tiqib? O Daliluzdan tortib, argi dokumentlardan tortib, mendan tortib, hattoki bizga protiv chiqayotgan shu zam hokimlar ham hattoki 4-mart deb turib aytgan-u. Hattoki sherzodlar, avazlar o'zlarini og'zi bilan 4-mart deb turib aytib turibdi. Sen hattoki qizni qaysi chisloda o'lganini ham bilmaysan ekan. Yana kamiga kommentariyangga eshakdek qilib turib, bu qiz 4-martda deb yozib qo'yishdi. Lekin o'zingni xatoyingni tushunib yetib turib videoni o'chirib tashlamading. Nimaga? Chunki zo'r prosmotr bo'ldi-da, zo'r Ahvat bo'ldi-da. Shuning uchun o'chirmayapsan videoni. Agar Ahvat uchun bo'lmaganda edi, prosmotr uchun bo'lmaganda edi, to'xta, men yerda xato qilib qo'ydim deb turib videoni o'chirib tashlab turib boshqatdan olarding shu videoni. Keyin o'zingni og'zing bilan aytyapsan, men ikkita videoni ko'rdim deyapsan. Lekin haqiqat qidiryapman deyapsan. Sen qanday ikkita video ko'rib turib haqiqat qidirishing mumkin? Biz 12 ta seriyali video ko'rdik, 1,5 soatlik intervyu ko'rdik, rasmlarni ko'rdik, dalil, isbot, dokumentlarni ko'rdik. Bizga o'xshab turib shuncha narsani ko'rib chiqsang, haqiqat qidirsang bo'ladi. Senda bu videolar yo'q bo'lsa, menga bir og'iz telefon qilsam olmayapsan-ku. Senda mana bu videolar bor ekan, tashlab ber desang, men shu 12 ta videoni, 1,5 soatlik intervyuni men seni o'zingga tashlab beraman. Shularda polni ko'rib chiqib turib, keyin haqiqat qidirsang to'g'riroq bo'ladi. Yoki bo'lmasam nima? O'tgandagi shaltaging biladi. Bitta qizni, o'lgan qizni nomini qoralab turib, bu qiz ichgan ekan, menda ekspertiza javoblari bor deding-da, keyin efirga chiqib olgandan keyin, "Davay bizga ham ko'rsating ekspertiza javobini" desa nima deding? Men ekspertiza javobiga qiziqib ham o'tirganim yo'q. Meni bitta o'qimishli do'stim gapirdi deb o'tiribsan. Qiziqqanim ham yo'q deyapsan. Sen hali buni ekspertiza javobiga qiziqmagan bo'lsang, qanday qilib haqiqat qidiryapsan, men shunga tushunmayapman. Mana seni aytsa bo'ladi, действительно hayb qilyapti, Ahvat yeyapti deb. Og'zingga kelgan, kelmagan, to'g'ri ma'lumotmi, xato ma'lumotmi, po'xuy chiqarib o'tiribsan. Qil adolat. Avaz bormi? Men uchun. Bilganini qilsin, nima Ko'ram uchun.
Men uchun, Sitora uchun adolat. Kerak emas menga og'zidan Allaram chiqqan ayolsan-ku. Ayolsan-ku san. o'rtoqlar. Biza boyligimizni nimaga gapirdik? Biz yetarlicha to'qmiz. U qizni ish nimasiga zor qolmaganmiz. U o'lgan qizi nimasi bor edi bizdan ziyod? Biz uni ishini yopamiz. Qayerda uni puli? Sal miyani ishlatadi odamlar. Nimasiga u bechora bir nelegal bo'lsa, 1 yil vizasi yo'q, qochoq viza bo'lsa, uch oylab pulini to'lamagan bo'lsa, svet gazini to'lamagan. Svet gazini to'lamagan bo'lsa, biz hashamatli uyda yashab, dahshat mashinalarda yurib, 3-4 ta uy narsalar biznes keladigan uyda o'tirsak ham keladigan joylarimiz, pullarimiz oyiga 10-15 ming topmasak biz yurmaymiz Koreyada. Uni nimasiga biz yopamiz ish aytinglar? Sal bunda o'ylaylar. Osh-posh ehson qilib yuboramiz shekilli, kelgan balo qazo shunga ursin, nasi o'ziga ursin deb. Butun dunyoga urdi nasi. Farida ham boshdan oyoq tilla, hamma joy o'ziga yetarli. Menda ham yetarli. Hozir o'g'ri tushadi uyimga aytsam tilla. Astagfirullah. Xudoyim, kecha o'ynagan shuncha mazzamni burnimdan chiqardinglar. Voy. O'zi biladi kimnasligini. O'zi biladi juda kimnasligini. Farzand onaga kerak bo'lmasa, bizga nima kerak? 15 yildan beri taniyman avazda. 15 yildan beri taniyman. Ovoz eshitilmayapti. Hayotda gaplashganmisiz ovoz bilan? Umringizda? Menmi? Ha. Nimaga gaplashmayman? Doim ko'rishib yurganmisizlar ovoz bilan? Har bir necha yilda bir. Nimaga ishimiz? Men kafem bor edi, Sitora degan kafega kelgan ovqatlar. 7-8 yil oldin. Shu bilan men shu ish bo'yicha yana Ervordingiz-a? ishimiz gaplashganmiz. Nimani qo'shlaysan? Nima ishlaysan? Boshlariga ko'tarib, Ishlaysan, nimaga ishlaysan uni? Kuyovni urishmang, Xudo. mani urib tashladi, men nima qildim? Nima kuyovmi tegasiz? Kuyovjonim menim. Yo'q, Shu menchalar onang kenchani bo'lmayapti. sochib urib tashladi, qo'limdan. Mani kelinimni bilasanmi? Boylab qo'y. Mani dunyoda chiroyli onam, senlardan yaxshi mani onam deyapti o'zbekchalar. Qizim aytdi. Kigoriya bu ya. Kigoriya. Meni qizim aytibdi, dunyoda eng go'zal, eng zo'r meni onam deyapti. Omma Samsun. Ovoz. Farida yaxshi-yu, Sitorada ish ko'p ekan. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Qo'lingni Ate shunaqa qilib gapiryapti-da, sizlarda asablaringga tegish uchun. sovg'a qaytarib ber ekan. Hozir bular hozir Sabina bunaqa qilgan, hozir Kenjong bular qachon? 이거 진짜 위험한 거야. 개인정보 다 깐 거잖아, 이거. 경찰번호까지. 큰일 난 거야, 이제. Shuda Koreyaga yurganlar biladi, O'zbekistondagilar negativchilar. O'rtoqlar, meni pasportimni chiqarishga o'shani o'zi yetib ortadi ularga statyasi. Keyinchon bu neko ulyochana ne yo'qoni. Chiqarishdimi? Meni pasportimni aydimni chiqarishibdi. Ularniki menda turibdi. Men U pasportingizni qayerdan olgan? U pasportingizni qayerdan olgan? Onasiga berganman. Kim o'zi? U qiz ham. Qiz onasiga. Demak, bizni videolarimiz nima chiqqan? Bizni videolarimiz turibdi. nima chiqqan bizni videolarimizni qayerdan ID olgan? kartasi turibdi. Kartasi 3 ta narsasi turibdi. Men hali biron joyga ko'rsatmadim. Voy, chiqarganingiz bilan-chi, Nozima sizga hech narsa qilmagan. Vasiyat ham qilmagan. Siz bilan Nozima urushgani ham yo'q anaqdan kelibdi. U qiz bechara Sizga yomonligi ham bo'lmagan. Siz hayotda ko'rgan bo'lsa ham, kuzatib yurgan bo'lsa ham, siz uni tanimaysiz. Taniganimiz. Bizga umuman yomonlik, mana shuncha ham yomonligi yo'q uni. U ketdi, hozir o'zi xohlamayapti u narsani ham. O'sha ish qilib o'tishdi-da, o'zidan foydalanadiganlar. Javob berishadi. U bechara o'sha kuni o'lgan kuni yig'lagan ekan, o'sha Sherzodga. Yodgor jala, mana shu vaziyatda, hozir mana shu bo'lib turgan ishda-da, bag'digilarda gapirishga ko'ti yo'q. O'sha gapirib turgan odamlar. O'shani o'zini yuzi chiqib ketdi-da, o'sha uchun dalishi chiqishini xohlasanglar, bizni shaxsiy hayotimizni chiqaringlar, meni chiqaraveringlar. 100 taga teggan deylar, nima desanglar men indamayman. Xudoga solaman, lekin meni bolalarimni chiqargani men tirik qo'ymayman, aytib qo'yay. Meni bolalarim onamni qo'shgani men tirik qo'ymayman, aytib qo'ydim. Ogohlantirib qo'ydim. Dilaringga? Men mana qizga borma dedim, ha.
Qanaqa chiroyli joylar. Ahmoq. Borma dedim-a? Teskari qilib ko'rsatdim. Men aytdim, o'rtoq mayoq ke dedim. Dengizga maza qilib tomosha qilib o'tiramiz, dushmanlar kuyib o'lsin dedim. Yur o'ynaymiz dedim, tug'ilgan kunga dedim. Xudo, mana o'rtoqlar, bu qanaqa dam olish, bu qanaqa mazza hayot, qaranglar. Sizlar hamma joyda ko'tini kovlaveringlar. Biz 31-etajda. O'rtoqlar deb o'tiraveramiz. Voy, dengiz bo'yiga kelinglar, undan ko'ra 8 soatda bo'lganmiz. Dengiz bo'yiga kelinglar, undan ko'ra. O'zbani pasa taqqan o'g'lim, pasalar taqib tasabdim o'g'limni. Sizni o'ta pasa kirib olib maza qilib chaqdi. Hech kim chaqmay shuni chaqadi. Bechara Mani bolalarim. Inchon, politsiya yurib charchamadi. Mana bolalarim, mana ko'ringlar. Mana baxtliman, mana mani gapirishmas, sanlarga emas, mani gapirish. Sanlarga emas, mani suratlarimni chiqarish. Mana shu bolalarimni chiqarganing, mana o'g'lim chiqqan bo'lsa, yuzi chiqqan bo'lsa javob berasan. Yo'jon, Ol deb buyruq bergansan, ol deb. Unda 3 ta, menda 5 ta. Ol deb buyruq berdingmi, farzandimni ol, bilasan, o'g'limligini bilasan, chunki suratlarini qo'yganman bolam. Ol deb buyruq bergansan. O'shani isyon qilib turib bolamni chiqargan bo'lsang, Koreyada qonunda juda ham yaxshi bilasan. Yosh bolani suratini chiqarish, ruxsatsiz isyonga qo'yib qo'ysang, javob berasan qonunda oldida. Yuzim o'g'lini to'sib qo'ygan bo'lgan taqdiringda ham o'sha birinchi video seni telefoningda bor. Sanlarda telefoningda bor. Ruxsatsiz olingan surat, olingan videolar uchun javob qo'lingdan berasan. kelsa sanam ol. Sevgilim, javob berasan. Qo'lingdan kelsa sanam ol, shunaqa ishi bor. O'zbekistonda shunaqa ishtaroq to'laydigan bo'lib qopti. O'zbekistonda yozganlardi, hammasini so'kinganlarda borib bitta bo'lib yozaman. O'zbekistonda hammadan ishtarobni olib yashab yuraman, mazza qilib. Koreyada hayot qiyinlashib qoldi, pul topolmay qoldik. Oldim, bu yerdan yig'ishtirib